Assalomu alaykum YouTube, Instagram obunachilari. Bugungi tovuqimizni videosi sizga manfaatli bo'ladi. Oxirigacha ko'ring, foydali bo'ladi. Tovuqlardan ko'proq tuxum olish maqsadida boqamiz o'zi. Xo'rozlarni yaxshi go'sht olish maqsadida boqamiz. Bu uchun yaxshi ovqatlantirish muhim. Lekin bahor kelishi bilan ko'p tovuq borlar tovuqlarni katakka qamat tashlaydi. Tovuqlar katakdan chiqmaydi, axlatini tozalamaydi ko'plar. Bu noto'g'ri. Tovuqlarni hech bo'lmaganda tuxumini olgani borganingizda 15 minut yo yarim soat tovuqlarni qo'yiring va ekinlarni tutmasligi uchun qarab turing. Tovuqlarni qo'yirib, kataklarini tozalab, iloji boricha kul sepib qo'yganingiz ma'qulroq. Kurk bo'layotgan tovuqlar bitlab ketsa, bitlar tanasida yurib kurk bo'lsa, agar shunday jo'jalar ochganidan jo'jalarga o'tib oladi, bitlar va jo'jalar nobud bo'lishiga sababchi bo'ladi. O'shalarga e'tiborli bo'ling. Tovuqlarni ko'p tuxum qo'yish uchun nafaqat donlarni, suvlarini yaxshi berish, qo'yirib ham olish kerak. O't o'lan yeydi, o'ziga yarasha chuvalchang, har xil kerakli narsalarni terib yeydi. O'shaning uchun bir kunda bir marta yarim soat bo'lsa-da tovuqlarni qo'yiring bahor paytlari. Ekinlarni tutmasligi uchun qarab turasiz. Xo'rozlarga esa ko'proq makka doni bersangiz tez semiradi. Makka donidan. Tovuqlar makka doni ko'p yesa semirib ketadi, tuxum qilishi kamayadi. O'shaning uchun tovuqlarga tariq va mosh bering. Mosh ham, tariq ham issiq, ular ko'p tuxum qo'yishiga sababchi bo'ladi. Obuna bo'ling, like bosing.